bolada kuzatiladigan holat mana shu davrda, 7 yoshgacha bo'lgan davrda bola ko'p taqlid qiluvchi bo'ladi. Bola taqlid qiluvchi bo'ladi. Ota-onasiga taqlid qiladi, ko'rganiga taqlid qiladi. Masalan, ko'chaga chiqib bolalar bilan o'ynaydigan bo'lsa, bolalarda bir narsani ko'radigan bo'lsa, o'sha narsani qilib keladi, tezda qiladi. Uyga kirib qiladi. Bir so'kishni eshitgan bo'lsa, bir marta eshitganligi o'zi kifoya qiladi. Birov ko'chada so'kkan bo'lsa birovni, o'sha narsani eshitgan bo'lsa bo'ldi. O'sha bir marta eshitishligi tamom kifoya qiladi-da, o'shani yodlab uyga kelib turib akasini so'kadi, ukasini so'kadi, onasini, dadasini ham so'kib yuborishligi mumkin. Ya'ni qarang, ya'ni bola shunaqa taqlid qiluvchi bo'ladi. Shuning uchun ko'chaga o'sha bolani qo'ni-qo'shnilar bilan o'ynatilayotganda ham juda e'tiborli bo'lishni kerak. Bolani odobini buzib qo'yadigan bolalar bilan hech qachon o'ynatmaslik kerak. Bolani xulqini buzib qo'yadigan bolalar bilan o'ynatmaslik kerak. Chunki bu bolaga zarar beradi, bolaga ziyon qiladi. Mana shu o'sha taqlid qilganda bu kattalarga taqlid qiluvchi bo'ladi. Masalan, yaxshi yomon narsada taqlid qilib ketaveradi. Yomon bo'lsin, hozirgi aytganimdek, yoki yaxshi narsalar bo'lsin, taqlid qiladi. Masalan, ota-onasiga taqlid qiladi, mudarrislarga taqlid qiladi. Ota masalan namoz o'qiydigan bo'lsa, o'g'il otasiga o'xshab turib namoz o'qishlikka harakat qiladi. Mana ko'rasiz, ko'p ota-onalar buni biladi. Namoz o'qiyotganda kichkina farzandi kelib turib, u bilan namoz o'qiydi. U ham jay namozini solatda namoz o'qishlikka harakat qiladi. Kitob o'qiyotgan bo'lsa, kelib turib u ham deb turib kitob o'qishlikka harakat qiladi. Yoki boshqa ishlar. Va yana yomon narsada ham ketaveradi. Agar ota sigaret chekayotgan bo'lsa, bola ham o'sha otasiga o'xshab sigaret chekishlikni xohlaydi. Chunki u bilmayapti. U ergashib ketaveradi. Foydali ish qilyaptimi, zararli ish qilyaptimi farqi yo'q. O'shanga ergashib turib ketaveradi. Sigaretni chekib turib, chekaman deydi, mana chekaydi. Bir bolani ko'rdim, 3 yosh bo'lsa kerak. 3 yosh. 3 yosh deb o'yladim. Bir videosi kelib qoldi. Haligi bola endi ota-onasidan ko'rgan, ya'ni arablarning bolasi ekan, shu ota-onasidan o'rgangan chilim chekyapti. Chilim. Allohul musta'an. Ko'rib, haligi achinib ketasiz. Haligi bolaning tarbiyasini buzgan ota-onasi. Hali chilimda agar olib qo'yadigan bo'lsa, dod deyapti, berasan deyapti. Haligini tortyapti, chilimni tortyapti, keyin tutunini og'zidan chiqaryapti. Tortyapti, tutunini og'zidan chiqaryapti. Qarang, o'sha ota-onasi oldida chilim chekib o'tirgan, u ham chekaman degan, mana shunaqa qilib o'rganib qo'ygan. Yosh bola, 3 yoshar bola. Qarang, shuni o'rganib olgan, shuni. Chilim chekyapti. Uni olib qo'yadigan bo'lsa, dod deyapti, berasan deb yig'laydi. Mana shunday bo'ladi. Bolalar shunaqa bo'ladi. O'g'lini oldida sigaret chekib, sigaret tutatib o'tiradigan bo'lsa, bola ham o'shanga taqlid qilishga harakat qiladi.